kirmayapti. O'shuning uchun avtobusni Sobir Rahimga kirsa sharoit chiqariladi, boriladi. O'chirit ko'p bo'lmasa, yo kutamiz deysizlar, qarochi turadi, olib kelib tashlab chiqadi. Yo haligida qo'ymasa, Granitsozdan mashinalar bor, Toshkentdan. Shtobali biz aytayotganimizni sababi nima? Inshaalloh qilayotgan narsamizni halollab olyapmiz-da biz. Shu narsani aytib, ogohlantirib qo'ysangiz, sizlar borgandan keyin, ha, bunaqa bo'ladi deb indamay ketaverasizlar, achchiqlaring chiqmasdan. Boshqa holatda chicha, misol qarnima, ichingizdan, dillangizdan bir narsa o'tib qolsa, pullaring o'sha shubha bo'lib qoladi bizga. O'sha kerak emas-da bizga. O'shuning uchun yaxshilikda Rosmon akam hamma yo'q bo'lgani yaxshi-da. Ishoninglar, 15 kilometr problem emas bizga. 500 rubllik saralab ketadi xolos-da. Prosta maqsadimiz ertaga boringlar, qaytib kelinglar yana biz bilan. Biz bu yerda misol pasledniy emasmiz, biz yo'q o'rtakash emasmiz. Avtobus o'zimiz jo'natamiz, o'zimiz olib keltiramiz. Biz maqsadimiz pulimizni halollab, dalshi yana sizlar bilan ishlamoqchimiz. Ertaga sizlarda bir 50% ko'plar qaytib keladi. Mana qaytib necha marta kelib ketgan klientlarimiz bor. Hammamiz insonmizda, sizlar yo'lovchi, men xo'jayin emasman. Prosta nimamiz? O'rnimiz boshqa xolos. Ertaga men o'rnimda sizlar bo'lishlaring mumkin. Shuning uchun yaxshilikda inshaalloh Xo'p. Siz Vladimirdan kelyapsiz? Bilmayman aka uni. Vladimirda. Nimagaki men hozir Kazanli odamlarga gapiryapman. Vladimirda yo sizdagi holatda endi u nariyadagi bola bilan gaplashasiz? Yo'q, men kutolmaydi aka. Men tushunyapsiz, o'shuning uchun men aytyapman, kutib oladigan bo'lganda kutib oladi, jo'nataverardim aka. Shu narsa enaqa bo'lmasin deb turib, aka Damazda qisilib ketgandan keyin yengil mashinada yo avtobusda ketgan yaxshi-da. Xullas, Zolotoy koronadan qarzlaring bo'lsa, bankdan kreditlaring bo'lsa, birovga indamanglar. Chiqib ketsalar, shunda ham chiqib ketaverasizlar. Syomka qilyapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshilar, yaxshimisizlar? Xullas, odamlarga ogohlantirish o'tyapmiz, dars o'tyapmiz, qarochi, leksiya o'tyapti. Birovga 1 so'm bermay qo'yinglar. To'ys shopirga ham gapirmanglar, Granitsada ham gapirmanglar. Agarda chiqib ketadigan bo'lsalar, shuni ham chiqib ketaverasizlar. Prosta hozir borib militsiyaga yo Granitsada o'tayotganda kreditim bor desangiz, vaziyatdan foydalanishadi. Deydi 5 ming, 10 ming berasan, men o'tkazmayman deydi. Ha, o'taydigan bo'lsa, shuni ham o'tib ketaverasiz. Agar zabret qo'yib qo'ygan bo'lsa, pul bersiz ham o'tolmaysiz. O'shuning uchun u problemalarni gapirmanglar. Xudodan endi qarochi. O'tsalar shunday o'tib ham ketaverasizlar. Ko'pchilik bo'ladi, Zolotoy koronadan qarz oladi, boshqa qiladi. Olmaganlar ikkinchi qulaylikdan chiqaraverasizlar gaplarini.